Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Aziz birodarlar, barchamizga ma'lumki, Alloh subhanahu va taolo insonga ikkita dushman bergan. Bundan boshqa dushman yo'q. U kim? Albatta, u ikkalasi, birinchisi shayton, ikkinchisi esa bu nafs. Shaytonning dushman ekanligi Qur'onda ochiq oydin aytilgan. Inna shaytona lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Albatta shayton sizlarga dushman, o'sha shaytonni dushman tutinglar. Boshqa dushmanni keragi yo'q. Bu shaytonning tajribasi Odam alayhissalomdan boshlab. U shaytonning ilmi farishtalarga dars bergan. U shaytonning kuch-quvvati shu vaqtgacha minglagan insonlarni vasvasa qilib kelyapti. Hatto Odam alayhissalom bilan Havo onamizni jannatdan tushishiga, chiqishiga sabab bo'lgan ham o'sha shayton. O'sha bizning asosiy dushmanimiz. Boyagi bizni qo'shnimiz, o'rtoqlarimiz, falon odam, bularning barchasi u soxta bitta surat. Ular bugun do'st bo'lsa, ertaga dushman, yo bugun dushman bo'lsa, ertaga do'st. Ozgina bir kechirim so'rab qo'ysangiz, qaytib do'st bo'ladi. Lekin shaytonchi? Yo'q. Shayton aslo u qasam ichgan. Qasam ichgan. La ughwiyannahum ajma'in, insonlarning barchasini men vasvasa qilib ularni do'zaxga tushirishga va'da qilgan. Men do'zaxga tushaman degan. Shuning uchun azizlar, birinchi dushmanimiz bu shayton. Ikkinchisi esa nafs. Nafs bu insonning ichidagi bir xohish. Alloh subhanahu va taolo yaratgan narsa. Uni biz tarbiya qilib o'nglab olsak bo'ladi. Agarda Alloh saqlasin, tarbiya qilmasak, yomon tomonga ketib qolar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nafs haqida juda ko'p yerda aytgan. Alloh subhanahu va taolodan duo qilib ham so'ragan. Allohumma ati nufusana taqwaha va zakkiha anta khayru man zakkaha. Ey Allohim, nafslarimizni tazkiya qilib ber. Nafslarimizni tarbiya qilib ber. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi ham aytgan. Qad aflaha man zakkaha. Nafsini tarbiya qilgan inson u falohga yetdi. Jannat o'sha inson jannatga kiradi. Do'zax u insonga harom bo'ladi. Qachon inson nafsini tarbiya qilsa. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nafsni 3 xilini bayon qilib aytgan. Birinchi nafs bu Yusuf surasida keladi. Astaizu billah va ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sadaqallohul azim. Birinchi nafsning nomi bu ammora. Yomonlikka buyuradigan nafs. Faqat gunohga, urushga, ummatni o'rtasidan bir bo'lishga yoki bir odamlarni xafa qilishlik, birovning haqqini yeyishlik, fasodni tarqatishlikka ishlaydigan va o'sha narsani boshqa insonlarga ham yetkazishlikka bu bizni turtib turadi. Bu yomon nafs. Bu nafsning oxirati agarda iymoni bo'lmasa, u nafs sohibi do'zaxda abadiy qoladi. Agarda iymoni bo'lsa, uni Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi nima qilishni. Lekin bu juda og'ir, juda dunyoda ham, oxiratda ham halokatga sabab bo'ladigan nafs. Ikkinchi nafsning turi bu nafsul lawwama. Alloh subhanahu va taolo buni Qiyomat surasida bayon qilib aytadi. Bu nafs o'z sohibini shunday bir qilib turadiki, gunoh qilgan vaqtlarida eslab turadi. Ya'ni gunoh qilib qo'yadi-da, gunoh qilgandan keyin o'z nadomat qiladi. O'sha narsasiga o'ziga o'zi xafa bo'lib, men nima qilib qo'ydim deb hijolat bo'ladigan nafs. Bu nafs sohibi albatta tavba qiladigan bo'lsa Alloh kechiradi va bu nafsning holati birinchi nafsga qaraganda yengilroq. Birinchisi gunohni oxirigacha qilaveradi va qilgandan keyin xafa ham bo'lmaydi. Gunohni qilib o'tiribdi. Nima unaqa qilyapsiz desa, ha endi shu ko'nib qolibmiz. Odatimiz shunaqa. Tashamaysanmi desa, endi ko'ramiz, yoshimiz o'tib qoldi, yo bo'lmasam bir bahonalarni topadi. Shunda bir bahonalar, u bahonaga yo'l yo'q o'zicha. Uchinchisi esa bu nafsun mutmainna. Nafsul mutmainna degani Alloh taoloni ibodatini, Alloh subhanahu va taolo hukmlarini chiroyli tariqada olib borgan, Allohga itoat qilgan nafs. Bu nafs sohibi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zi aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Ey mutmainna bo'lgan nafs,
irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi va dukhuli jannati. Bu nafsni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zi aytayapti, jannatga kirasan deb. Ya'ni bu nafs sohibi jannatga kiradi. Nima uchun? Bu doimo Allohning ibodatida. Doimo Alloh subhanahu va taoloning hukmida. Doimo payg'ambarimizning sunnatida. Shuning uchun biz ham imkon qadar azizlar nafsimizni tarbiya qilishlik va nafsni tarbiya qilishlik haqida ulamolarimiz aytadi. Taomni ozaytirishlik, Alloh subhanahu va taolodan boshqalar bilan bog'lanishni ozaytirishlik va ko'p gapirishni, foydasiz gaplarni gapirishni ozaytirishlik, keyingisi esa har xil odamlar bilan aralashmaslik, eng oxirgisi uyquni ozaytirishlik. Shu narsalar ozayadigan bo'lsa, insonning nafsi tarbiya bo'lar ekan. Va tarbiya bo'lgandan keyin natijada nima bo'ladi? Insonning hayotidan, insonning tanasidan, insonning ko'zidan, qo'lidan, barcha a'zolaridan yaxshi amal chiqadi. Yaxshi amal chiqqandan keyin u inson yaxshilikka sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni nafslarimizni nafsul mutmainna qilsin. Alloh taolo barchalarimizni ahli jannatdan qilsin. Do'zaxni harom qilsin. Alloh taolo barchalarimizni do'zax bilan bizni oramizni mag'rib bilan mashriq qanchalik uzoq bo'lsa, shunchalik uzoq qilsin. Alloh taolo barchalarimizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qo'shni qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.